Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan bugun yangi videoda ko'rishtirganimdan xursandman. Do'stlar, bizga kommentda Xurramov 5-3-1-4-2 sxemasini tashlabdilar, taktikani. Shu taktikani qilib ko'ramiz. Agar yutuq bo'lsa, biz bu kishiga kartalarga yutuqdan pul chiqarib beramiz do'stlar. Sizlar ham kommentda qoldiringlar taktikalarni, agar taktikalarga o'xshasa pul tashlab beramiz do'stlar. Xo'p, 5-3-1-4-2 stavka 5 bittada mana birinchisidan o'zi o'xshamadi do'stlar, ko'rganlaringizdek. Albatta necha bu bo'lib turadigan holat taktikalar ichida bo'ladi. Biz hozir botsiz buni o'yin qilyapmiz. Sizlar ham bir taktika qilib tashlab aniqlanglar kommentda. Biz bemalol agar yutuq bo'ladigan bo'lsa, sizlar uchun nima qilib beramiz, tashlab beramiz kartalaringizni. Biz hozir o'zimizni taktikamizni qilib ko'ramiz. Xo'p, ketdik. 1 Bu mana bu yerda ham o'xshamadi. Meni taktikam 1dan 5 gacha edi. Mana ko'rganlaringizda. Bu yerda 1, 2 da yo'q ekan, 2 da bor ekan, 5 gacha borar ekan baribir. Albatta sinab ko'rish kerak. Hozir biz minusdamiz. Necha buni bot orqali biz ko'tarib to'g'rilab olamiz do'stlar. Video yoqqan bo'lsa videoga like bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat, hammaga omad do'stlar.